Xitayning Markaziy xalq radio stansiyasida ishlaydigan Uyg'ur muxbir Muhammadjon Abdulla 13 yildan buyon Xitoy turmusida. Egilinishicha 2010-yili Xitoy doiralari Xitoy davlatlik radio stansiyasining Uyg'ur bo'limining diktori va muxbir Muhammadjon Abdullani qo'lga olgan. Muhammadjon Abdulla 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida Uyg'urlar va rayondagi chet el matbuotlarini ziyorat qilganligi uchun Urumchida Xitoy saqchilari tomonidan tutqun qilingan. 2010-yili 4-oyning 1-kuni Urumchi sud mahkamasi Muhammadjonga davlatni parchalash, davlat maxfiyatligini oshkorlash va qonunsiz namoyish tashkillash jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosi bergan. Atalmış Şinjan Milletler ve Dini İşler Komiteti yaqında Merkezi Hükümetinin 14. 5 yıllık planı devri dairesinde Milli İttifak ve Taraqqiyat Ulgu rayoni planını e'lon qilgan. Ko'zatchilarning qarashicha, bu plan Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqining milliy kimligi va diniy e'tiqodi erkinligini, shundaqla Uyg'ur milliy madaniyatini sistemalik yo'qotishdagi maqsadini oshkorlagan. Türkiye'de çoğun yer tevreş yüz berip 2 haftadan keyin Tünügün Xatay vilayetining Depni rayonida yüz bergan 6,4 bal yer tevreş O'rta Sharq va Shimoliy Afrikani zilzilaga keltirdi. Ma'lum bo'lishicha, orqa-orqadan 2 cho'ng yer tevreş yüz bergan bo'lib, tunjisi soat 20dan 4da 16,7 kilometr cho'nqurlikda ve 6,4 bal yer tevrigen. Yana bir qitim yer tevreş saat 20dan 7 minut o'tganda Samantaq rayonida yuz bergan bo'lib, cho'nligi 5,8 bal bo'lib, yer tevreş markazining cho'nqurligi 7 kilometr ekan. Xitoyni markaz qilgan yer tevreş Suriya, Iordaniya, Iroq, Falastin, Isroiliya va Misrda ko'rilgan. Yevropa İttifaqının tashqi munosabat va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Xitoyning Rossiyani Ukrainada ishiltish uchun qurol bilan ta'minlashning Yevropa İttifaqının qizil chizig'i bo'ladiganligini ko'rsatdi. Yana bir tarafdan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy agar Xitoy Rossiya bilan ittifoq tuzsa, dunyo urushi portlaydi dedi. Ukraina taratqullarining xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Joe Biden dushanba kuni tuyuqsiz Kiyevda ziyoratda bo'lgan. Egilishicha, Biden urush boshlangandan buyongi tunji ziyoratini Rossiya ishg'oliyati boshlanishiga 1 yil bo'lay degan kunga to'g'rilab qolgan. Biden Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan ko'rishgan. Biden Ukrainaga qo'shimcha $500 million yordam beradiganligini va Amerikaning Rossiyaga yangi jazo yurgizadiganligini e'lon qilgan. Egilishicha, Amerika parlamentining kelgan 4 kishilik vakillar o'miki Xitoy bilan bo'lgan igilik huquq to'qinishida bo'lgan Tayvanni ziyorat qilgan. Tayvan Markaziy agentligining xabariga qaraganda, Demokratik partiya Avam palatasining a'zolari Ruhanna, Jake Auchincloss va Jonathan Jeknos bilan Cumhuriyetçiler Partiyasidan Tony Gonzales'dan tarkib topgan vakillar o'miki tunugin Tayvanga kelib 5 kunlik ziyoratini boshlagan. Vakillar o'miki Tayvan qonun chiqarish majlisining boshlig'i San Sikun va o'zak yasashdagi dunyoviy rahbar bo'lgan Tayvan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkatining quruvchisi Morris Chang bilan ko'rishgan.